Xo'p akalar, biz hozir Panelniydamiz. Toshkent shahri Qo'yliq bozori tarafda Panelniy degan joy bor. Bu yoqda Gumbaz bozori, ana metro. Shundoq Panelniy tarafga kirganingizdan keyin chap qo'lda kranlar turadi. Bilasizlar, Panelniyga kirib ketish mahalla turadi. Mana bu yerda svarka sexi bor. O'shandan o'ngga burilasizlar. Mana burchakda KAMAZ remont qiladigan joy bor. Juda ko'pchilik qiziqish bildirayotgan ekan argonniy svarka bo'yicha o'quv markaziylarga qanday borsa bo'ladi. Mana shu yerdan, mana shu ko'k darvozadan kirasiz ichkariga. Nejavika truba. Nejavika trubalar svarkalar qilganlar bormi? Oranglarda endi svarchilar ko'p kuzatadi-yu bizani. Xullas shu yerdan kirib kelasizlar. Mana bu yerda qo'riqxona bor. Nejavikani bilsanglar kerak. Metraji juda ham qimmat turadi. Oxirgi marta bitta shogird kelib o'rganganda to'lagan puliga 1 metr turba olib kelganimda azginasini svarka qilib, meni pulimga kelgan, men olib ketaman deb yo'qligimdan foydalanib olib ketib qolgan ekan. O'zi to'lagan puliga turba olib kelgandim. Bizda shunaqada, shogird to'lagan pulga o'ziga o'zini xarajatini chiqaramiz. Shuni tushunmaydigan befarosatlar ham borda. Xudoning o'zi kechirsin bu gap ishlatganim uchun. Xullas mana ko'rdinglar, videoni yaxshilab ko'rgan bo'lsanglar, yo'lni ko'rib oldinglar. Xudo xolisa, Xudo nasib qilsa, hali yana ham mukammallashtiramiz. O'quv markazimiz shu yerda. O'quv kurslarimiz ketyapti mana. Aslobiy, qanaqasiz? Yaxshimisiz? Javlonbek keldimi? Telefonlashmadingizmi? O'qish sharoitlarimiz shunaqa, akalar. Bular hammasi viloyatdan kelgan, vodiy vohadan kelgan akalarimiz. Hamma harakatda qormang aka. Shunaqa gaplar. Ye yigitni guli. Qanaqasi? Yuqaygana? Tokka kichkinaroq qo'yasiz-da. Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Yaxshimisiz? Yaxshi. Kichkina tok qo'ying, bo'lmasa teshilib ketadi. Assalomu alaykum. Qanaqasiz aka? Yaxshimisiz? Qo'llaringiz yaxshimi? Boshlab oldinglar, xudo xolisa. Shunaqa gaplar. Bugungi kunda argonniy svarka turi eng qimmat svarka ish turidan bo'ladi, chunki argonniy svarkada oylik baland, yo'mkislar, nerjavika trubalar, materialni o'zi qimmat bo'lgani uchun bu sohaga ham talab juda ham ortib boryapti. Chunki O'zbekistonda ishlab chiqarish, sut, suv, oziq-ovqatlar, mahsulotlar ishlab chiqarish sexlariga juda ham ko'p argonshiklar talab qilinyapti. Albatta o'zimizda kam bo'lgani uchun Hindistondan, Xitoydan odamlar kelishyapti, shularni ishlatishyapti. Vaholanki o'zimizda ham bor argonshiklar, yaxshi argonshiklar bor. Endi odam yetmagani uchun, Yevropaga hozir e'tibor oshayotgani uchun Yevropaga borib ishlaydigan bo'lsangiz, elektrosvarka emas, argonniy svarkani ham o'rganib borsangiz, qo'shimchasiga yuqori maoshda bemalol ishlaysiz. Bugungi kunda tanishlarim ichida 320 ming, 280 ming, 286 ming rubllarga ishlayotganlar bor Rossiyada, aynan shu kasb bo'yicha. Ya'ni bu so'mda $3000. Yevropaga hozir boshlang'ich pul $1000, $1,500 bo'lyapti. Xususiy bandlik agentliklari orqali ketsanglar, yana qo'shimcha to'lovlari bor, bilasizlar. Bu taraflama ketamiz, Yevropaga boramiz desanglar, o'rgatib turib Yevropaga ham ketishlarga yordam beramiz, muammosi yo'q. Argonniy svarkani bizning o'quv kurslarimizda o'rganishinglar mumkin. Sharoitlarni ko'rdinglar, yotoqxonamiz ham bor. Ana tomni ko'ryapsizmi? Mana daraxt orqasida yashil setka bilan o'ralgan. O'sha yerda uy bor. 50 metr, 100 metr masofada xullas, uzoq emas. Yo'l kira sarf qilib qatnab o'tirmaysizlar-da. Shunaqa. Endi shogirdlarning ichida juda ko'pchiligi ketganlar, hozir o'zi ishini topib ketgan argonniy svarka bo'yicha. Endi bu yo'q o'zingizlarga bog'liq. Shustriyroq bo'lsangiz, ishingizni yaxshi topib ketasiz. Xunuk svarka qiladiganlar ham shustriyroq bo'lsa ishini topib ketyapti. Bu yo'q endi o'zingizga bog'liqda. Biz 1 oy o'rgatamiz, har kun 2 soatdan 4 soatdan kursimiz bor, 6 soatdan xullas qo'ng'iroq qilsanglar raqamlarga qolganini tushuntirib beramiz o'zimiz. Hammaga sog'lik, omonlik, raqamlar opisaniyada yo kommentariyaga yozsangiz, raqamlarni tashab qo'yaman. Hammaga sog'lik, omonlik. Biz esa o'qishimizni davom ettiramiz. Kun juda ham issiq azizlar. Kun juda ham issiq. Shunaqa gaplar.
Bu ham bizning shogirdimiz, qashqadaryolik bola. 1 oy o'rganib, hozir shu amakisini sexida yo'nkislar yig'ib, shunaqa ishlar qilib yotibdi xullas. Shunaqa gaplar azizlar. Bizda ham o'qish qaynayapti, xudo xolasa. Shogirdlar hammasi harakatda. Andijon, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo har xil viloyatlardan kelishgan. Hammaga sog'lik, omonlik, hammaga omad. Biz esa o'qishimizni davom ettiramiz.